Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Jamol, ko'chaga qarasangchi, ajoyib qor yog'yapti. Nima balo, qishki kanikul boshlandimi? Aytgancha menga ustoz Hamroyev telefon qildi. Bizni lagerga dam olishga olib borishar ekan. Va nihoyat biz ham dam olar ekanmiz. Bizda ajoyib qor yog'yapti, lekin kechqurun qandaydir bir qo'rqinchli tuyulyapti. Tushunmadim, sen nega oynalarni sindiryapsan? Toza havo kirsa maylimi, uyingni sassiq tashagansan. Ko'p yolg'on gapirma. Qani bo'la qol Jamol, bo'la qol. Avtobus keldi. Hozir Hamroyev baqirishni boshlaydi. Jin ursin, Anilan meni qornim og'riyapti. Hozir vaqt yo'q, lagerga borib tushasan. Anilan, men lagergacha chidab tura olmayman. Jamol, bizni vaqtimiz yo'q. Hozir Hamroyev baqirib ko'tini yirtadi. Hamroyevni ham qilishga ishi yo'q, bizni ikki kechasi lagerga olib ketyapti. Anilan, o'lay agar meni yomon chiqishim kelyapti. Jamol, lagerga yetib borganimizcha qisib turgin. Agar hozir avtobusga kech qoladigan bo'lsak, ustoz Hamroyevni bilasan-a, jahlini qandayligini. Jin ursin Jamol, tezroq yur, avtobus bekatga kelib yurgan ekan. Anilan, men uyga borib kelmasam bo'lmaydi, boshqa chida olmayman. Sen ikkovingni yana qancha kutishim kerak? Qani bo'la qol, avtobusga chiq. Avtobus kelganiga yarim soat bo'lgan. Qayerlarda yuribsanlar? Ustoz, o'zi biz qayerga ketyapmiz? Mana bu bekatdagi rasmni ko'ryapsanmi? Maktab hisobidan qurildi. Kanikul tugagandan so'ng bu rasmni pulini birma-bir yig'ib berasanlar. Buni Jamol o'rtog'ingga ham aytib qo'y. Ustoz, Anilan, men chidab tura olmayman. Men borib tushib kelmasam bo'lmaydi. Sen nima qilyapsan bu avtobusga? Nariga avtobusga chiqishing kerak, yo'qol bu yerdan. Senlar har biriga alohida taklifnoma kerakmi? O'tiringlar, batiringlar eshaklarni. Qani bu la'nati Jamol qayerga ketdi? Ustoz, menimcha u bora olmasa kerak. Senlar hammangni qoziqqa o'tkazish kerak. Biz yetib keldik. Qo'yga o'xshab shovqin qilmasdan avtobusdan tushlaring. Ustoz, biz o'zi qayerga yetib keldik? Bu yozgi oromgoh. Men yana qancha kutishim kerak? Senlar alohida taklifnoma kerakmi avtobusdan tushishim uchun? Qani tezmi? Sen nima qilib o'tirsan? Qani tezmi? Bo'ldi, qizishmang ustoz Hamroyev, mana tushyapman. Mana tushyapman. Yo'l o'rtasiga nima qilyapsan? Yo'qolib yerdan. Qani beysinif, hamma mana oldimga kelsin. Bo'la qolinglar. Hammang telefonlaringni yig'ishtir. Bu yerda internet ishlamaydi. Xullas, lagerga kirgandan so'ng echkiga o'xshab o'zingni ko'rsatmalaring. Hozir men sizlarga ichkari bilan tanishtirib chiqaman. Qani hamma meni ortimdan. Men hamma ichkariga kiradi dedim. Senlar alohida taklifnoma kerakmi ichkariga kirishlaring uchun? Qani bo'la qol. Hali har biring bilan alohida shug'ullanaman. Anilan, nima deb o'ylaysan? Bu lagerda qizlar ham bormi ekan? Men qayerdan bilaman? Men ham birinchi marta kelayotgan bo'lsam. Senlar kirasanmi yoki yo'qmi? Har biringga alohida taklifnoma kerak. Kir yo'qol. Senlar kelmasdan meni yuragimga to'kildilaring. Bo'ldi ustoz, nerishtirmang, biz o'zi qayerga ketamiz? Men hozir sizlarga oromgohni tanishtirib chiqaman. O'zi bu la'nati B sinfda olib kelmaslik kerak edi bu yerga. Sen yurchi Anilan, men bular bilan o'zim alohida keyinroq shug'ullanaman. Hamroyev pacham. Qani hammang bu yoqqa kel. Qaysi biring aytding? Buyoqni? Ustoz, bu xonalar qanday xonalar? Xo'sh, bu xonada chizmachilik darsi o'tiladi. Lekin bu yerda chizmachilik emas, informatika o'tiladi. Ustoz, chizmachilik xonasiga informatika nima qiladi? Sanlarni odam qilish uchun informatika darsi ham o'tiladi. Mana bu devordagi ajoyib suratlarni ko'ryapsanmi? Mana bu suratlardagi to'g'ri to'rtburchakni, kosinus, parametr, katangeslarni topasanlar. Ustoz, biz ta'tilga keldikmi yo maktabgami? Topasanlar dedimmi, topasanlar. Ustoz, mana bu xonalarda nimalar bor? Tushunmadim, bu yerlarni nega faqat senga ko'rsatyapman? Qolganlar qayerda? Hozir men bu padaringga la'natlarni ko'ziga ko'rsatib kelaman. Senlarga alohida taklifnoma kerakmi? Padaringga la'natdan eshaklarni avtobusga chiqganda yo'qolaring bu yerdan. Bu dam olishchi insonga onang uy emas. Xullas, bu yozgi ta'tilni ustoz bilan birga o'tkazamiz. Sen uyga vazifani bajarganmisan? Siz bizning ustozimiz emassiz-ku. Bugundan boshlab ustozing men bo'laman. Qani yo'qol bu yerdan. Hamroyev pakana. Padaring la'natdan eshaklarni qaysi biriga aytdingmi yo'qmi? Qaysi biriga deyapman? Men emas, men aytganim yo'q. Hoy, men shu yerda ishlayman. Qani bo'la qol, ortimdan yur. Nima senlar odam ko'rmaganmisan? Ustoz Hamroyev, men shu yerning boshqaruvchisi bo'laman. Eshitishim bo'yicha siz bolalarni o'rgatgan ekansiz. Agar shunday qilsangiz, men ustingizdan afv Men qilaman. hali hech kimni urganim yo'q. Ko'rmay bilmay turib gapirmang. Men ko'rmasam ham hammasini eshitib turibman. Boshqaruvchi bo'lsang o'zingga yo'qol bu yerdan. Hammang menga xo'jayinlik qilasanlar. Xo'sh, qayerga to'xtab qolgan edik? Bu yer bizning dam oladigan joy. Iya qo'yilay, mana buni xona desa bo'ladi. Bu yerni chiroqlarni yoqish kerak. Bu xona 2 kishiga mo'ljallangan dam olish xonasi. Mana bu yerda esa shkaf bor. Mana bu esa qaroqchilar dam olishi uchun xona. Iya qo'yilay, bu yerga dam olish uchun qaroqchilar ham keladimi? Albatta keladi. Mana bu yer esa markaziy maydon deb nomlanadi. O'xti, bu yer juda ham katta ekan. Ustoz, mana bu yerda turgan kimning haykali? Bu mening bobomning haykali. Iya qo'yilay. Bu yer esa hojatxona, ayollarniki va erkaklarniki. Tushunmadim, bir daqiqa. Sen nima ayollar va erkaklarning hojatxonasini farqga bormayapsanmi? Ko'zing ko'rmi nima balo? Chiqib qol bu yerdan. Hozir bu yerdan qaysi eshak chiqib ketdi? Tualetga nafas olib bo'lmaydi-ku. Keyin mana boshimni ustiga chiq, to'yib qol bu yerdan. Hozir men mana bu yerga ruchka qo'ygan edim. Qaysi biring olding? Ustoz Hamroyev, menimcha stolingiz ustida ruchka yo'q edi.
To'g'rimi bolalar? Qani Mahmad ona meni oldimga kelchi. Meni olib kelgan ruchkani qayerdan bo'lmasa ham topasan. Qaytib kelib tekshiraman. Agar uxlamagan bo'lsalaring, ertalab 7 kilometr yugurasan. Men har biring yuragingni sug'urib olaman. Yo'q, ustoz Hamroyev, unday qilmang. Ustoz Hamroyev, kechasi bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Bolalar uxladimi yo'qmi tekshirib yuribman. Bo'pti ustoz Hamroyev, xayrli tun. Mayli, siz ham yaxshi dam oling. Jinorson birinchi kundan geografiya darsiga kechikyapman. Ustoz Hamroyev, men ham hozirgina keldim. Bugun dars bo'lmaydi. Bugun qayiqqa suzishni o'rganamiz. Sen kecha yo'qolgan ruchkani topdingmi yo'qmi? Biz bugun mana bu yerga qayiqqa suzishni o'rganamiz. Ajoyib, men mana bu qayiqni tanlayman. Yana boshimga balo bo'lib cho'kib ketmaring. Mana men arqonni yechdim. Qani bo'la qolinglar, suzishni boshlanglar. Ustoz Hamroyev, siz ham biz bilan birga suzasizmi? Albatta, sen eshaklarni bu yerga bir o'zingni qoldirib ketib bo'ladimi? Xo'sh, menga qara G'appor. Sen o'zi umringda biron marta qayiqqa suzganmisan? La'nati, sen semizligingdan men qayiqqa sig'mayapman. Ustoz, mana meni qayig'imga o'tiring, birga suzamiz. La'nati, bu qayiq men uchun emas ekan. Xo'sh, mana bu yer oshxona deb nomlanadi. Bu yerda mazali ovqatlar tayyorlanadi. Sanlarga o'tirishga joy qolmadimi? Yo'qol bu yerdan. Xo'sh, qani menga birinchi achchiqqina ko'k choy damlang. Kechirasiz, sizlarda hot dog bormi? Men ham senga o'xshagan o'quvchiman, men bu yerga ishlamayman. Ustoz Hamroyev, bu yerda umuman ovqat yo'q ekan. Ovqat yo'qmi? Bo'lmasam o'zlaring tayyorlashni o'rgan. Ustoz Hamroyev, endi biz nima qilamiz? Bizning hali o'qituvchimiz kelgani yo'q. Men bilmayman, bilganlaringni qil. Yo'q, bu lager emas, bu qo'yxonaga o'xshaydi. Ha, Menga yordam bering, men tushunib bilmayapman. Tushunmadim, bu ovoz qayerdan kelyapti? mana daraxtning ustida ekan. Daraxtga chiqib nima qilasan? Seni yiling maymunmi nima bu? Tushunaman. Jinorson, ustoz, siz baqirib uni yuragini yordingiz. Men senga aytdim-ku, bu lager emas, psixbolnitsaga o'xshaydi. Bu yerda o'zi haqiqiy dam oladigan joy bormi? Bor bitta shunaqa joy. Mana bu makon meni tinchlantiradi. Jinorson, ustoz Hamroyev, bu yer haqiqatan ham chiroyli ekan. Mana bu yerda haqiqatan ham dam olsa bo'ladi. Mayli, dam olishing mumkin. Bo'ldi, ko'p dam olish ham zarar. Qani bo'la qol, lagerga qaytamiz. Ustoz Hamroyev, men hamma aytganingizdek qildim. Qani ustoz, bo'la qoling, men uchishga tayyorman. Qani ustoz, orqa qolmang, bo'la qoling, bo'la qoling. Nima? Mendan oldin senga uchishga kim ruxsat berdi? To'xta deyapman, to'xta deyapman senga. Batariyadan eshakni mendan oldin uchadigan hali onasini qo'lidan tug'ilgani yo'q. Jinorson, ustoz mendan o'tib ketdi, olg'a. Ustoz, lagerning ichida qishloq bor deb aytmagandingiz-ku? Bu yerga qo'yib o'qinglar desam, cho'chqa boqishyapti. Bitta tualetga 2 kishi kirganda qayerga yurgansan? Padarangdan sen eshakni san rastingga tualetga ham kirib bilmaymanmi? Sanlarga uy vazifa bergandan bu yerga pul qo'yib yursanlarmi? Bo'ldi Anilan, uyga qaytish vaqti ham keldi. Men senga nima degandim? Mendan oldin ushmagin degandim. Mani baqirtirmaginda yo'qola avtobusga kir. Senga alohida aytishim kerakmi? Hammang o'z joyingga bilib o'tir. Qolganlar qayerda? O'tirjingni deb padarangga eshaklarni. Ustoz Hamroyev, biz siz bilan kelmagandik, biz boshqa avtobus bilan kelgan edik. Bilmasam bu avtobusga nima qilyapsan? Deya olamisan, nima bu? Padarangga eshakni qaysi biring dinamit qo'yding avtobusdagi? Nimaga haligacha bu kanalga obuna bo'lmadingiz? Sanlarga alohida taklif yo'q, kerakmi?